ergashgan, yostig'iman tunlari dardlashgan, soyaman ortingdan ergashgan, yostig'iman tunlari dardlashgan, tushingman o'ngingga almashgan, unutmoq osonmas izlarni, tushingman o'ngingga almashgan, unutmoq osonmas izlarni. Açı yel böyle sağdar başlandı. Osmanlı muhtarım sundarsında. Müzayip Sağdoğlu Kamal başlandı. Çapayıp Kasıba Çapayıp Kasıba başlandı. Açılı şehir başlandı. Tağı ayetine kadar yesinler çıkıp dostlarımızı Ruskun'ya yetalmadan sen dostlarımızı ruhlarına ruhlar hayat sonuna nasıl bu sevabını uzun güzel varlığına şatkan caylarına karanlık göllerini yarata gör ular varlığa cennette cay bile gör Rabbana sena fit dünya hasenatan ve fil ahirete hasenatan ve azabanna bir rahmetike ya Rabbana amin. Maktab chog'ida o'qidik 10 yil.
sinfdosh va sirdosh yakdani birdir. Siz bilan bog'landi shuncha yil ko'ngil, sizni sog'inaman sinfdoshlarim. Bolalik dunyosi hayot makoni, faqat olg'a boshlar umr karvoni. Yodgirishsa yoshlik har dam har oni, sizni sog'inaman sinfdoshlarim. Umr yo'li qiziq, so'qmoqlari ko'p, har bir kun imtihon jumboqlari ko'p, lekin bolalikning saboqlari ko'p. Sizni sog'inaman sinfdoshlarim. Bugun kimdir ota, kim mo'nis ona, kim shodlik yo'ldoshi, baxtga parvona. Qo'msaymiz yoshlikni xo'p yona-yona. Sizni sog'inaman sinfdoshlarim. Vaqti kelib sochga oq oralagandam, mehringiz qalbimga bo'ladi hamdam. Keksalik bag'riga chorlaganda ham sizni sog'inaman sinfdoshlarim. uzhits.net taqdim etadi. Yoshlik sani o'ylamagankan, ertaklarda so'ylamagankan, qariganda o'ylamagankan, o'ylab yana kuylamagankan. Emanim yoshligim 18 yoshligim. Haydasan sevgilim. Oy yuzlik qalam qoshligim. Emanim go'zal yoshligim. 18 ga kirgan mani yoshligim. Haydasan sevgilim. Haydasan oy yuzli qalam qoshligim. Yoshlik sani o'ylamagankan, ertaklarda so'ylamagankan, qariganda kuylamagankan, kuylab yana o'ylamagankan. Emanim yoshligim. 18 yoshligim. Haydasan sevgilim. Oy yuzlik qalam qoshligim. Emanim go'zal yoshligim. 18 ga kirgan mani yoshligim. Haydasan sevgilim. Haydasan oy yuzlik qalam qoshligim. Sinfdoshlar, mana bugun 50 yillik yubiley arafasida yig'ilgan ekanmiz. Bugungi o'tirishimizni
bugungi bazmi jamshidimizni yaxshi, chiroyli, odobli, esda qolarli qilib olib borish uchun bizga oramizga o'zimizning eski nishondan mahalliy kadrlarimizdan Qahramonjon Karimni taklif qilganmiz. Shu ukamizga mikrofonni berib, ukamizga omad tilab qolamiz. Marhamat. Ey yashang, sog' bo'ling, omon bo'ling, bardam bo'ling, eldan bo'ling, hamisha hamma vaqt bo'ling. Avvalambor assalomu alaykum. Hurmatli aziz mehmonlar, qolaversa 50 yil deganda diydor g'animat onlarda diydorlashgan azizlar, bayramlar muborak bo'lsin, yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Anglaguvchi bo'lsa yaxshi ko'ngil sirin, hayo yongan nigohlardan dil yashirin. Ayriliqdan bezib ketgan oshiq yurak xabar beradi. Diydor shirin deya dasturlarimizni boshlaymiz. Bugun qarangki, sizning xizmatingizda, e'tibor markazingizda nishon yog'dusi kanali armiyalar qolaversa ota-onam, xazinam, yuraklari eski nishon qorako'lchilik ahli jamoamiz bilan bitta chiroyli qarsakiylar sadosi bilan dasturlarimizni ochib gapiramiz. Baxt studiyasi shuvonlarimizni 89 hozirgilik esdalikka muhrlab boradi. Dilga yaqin navolar, dilbar sadolardan ustoz san'atkorlarimiz Bog'ridagi bozori qolaversa Komiljon Omonqulovlarni badiiy sahna maydoniga chorlaymiz. Garchi ko'zlariga sig'masgan ko'rki bor dunyoda, erki bor dunyo. Bo'y bersa yaxshilarga bo'ylab yashaylik yomondan asrasin. Asragay Xudo qo'shiq qaritmaydi. Kuylay beshalik komiliga marhamat qilamiz. Badiiy sahna maydoni sizga muntazir. Avvalambor assalomu alaykum. Hurmatli sinfdoshlar, akalar, opalar. Mana bugun bir ajoyib tantanali guvohi turibmiz. Maktabni bitirganlaringizga mana 50 yil bo'ldi. Yana bir 10 yildan keyin 60 yillarga ham 4 ta shu yasib qolamiz. Sizlarga sog'lik, salomatlik, bolalaringiz boshiga, nevaralaringiz boshiga sog' bo'linglar. Mana bugun Bobomurod shogirdimiz bilan birgalikda sizlarga xizmat qilamiz deb kelamiz. Qo'ldan kelgancha navbat xizmatlaringizni bo'lamiz. Marhamat, sizlarga sog'lik, salomatlik. Açıp yeter oldum senden Evvelden bir vefana dünya şimdi Beter oldum tüm günler Dünya şimdi Geber Liseler yoruldu küller Ter baylar öder yoruldu küller İbadettır bid'al küller Ülken küllerin İbadettır bid'al küller Ülken küllerin
kayfiyatlar ketmasin. O'tirgan azizlarimizga yana bir bor yoqimli ishtaha, yaxshi kayfiyatlar tilagan holda ilk bora maktab sinflariga qaytamiz. Qolaversa, siz u bizga ilk bora qalam tutadigan ustozlarimizning niyatlarini eshitamiz, tabriklarini eshitamiz, dil izhorlarini tinglaymiz. Dunyo imoratlari ichida ulug' binolarda xalqimizni, elimizni, farzandlarini ma'naviyatga yetkazib, ma'rifat saboqlarini berib, qolaversa bizga ham qalamlar tutqazgan ustoz murabbiylar nomidan Hoji bobomiz Bahrom bobo Toshboyevni guldiroz qarsagilar birla. Ana shunaqangi olqishlar birla badiiy sahna maydoniga chorlaymiz. Keling. Otaxon oqsoqol keling. Sizni suysin payg'ambarlar sardori. Siz ham bo'ling ul jannatning gavhari. Allohdan so'raymiz ezgu bir niyat. Aziz qadrdonim bo'lsin bugungi shodiyona, shukrona yubiley ayyomlar, to'ylar muborakligimiz ustoz. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz, xush ko'rdik. Xushvaqt bo'ling, hamisha omad bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli davra qatnashchilari, aziz mehmonlar, mezbonlar. Mana bugun 50 yillik yubiley to'ylari bilan chin yurakimdan tabriklayman. Sizlarga sog'lik, omonlik tilayman. Farzandlaringizni, nevaralaringizni boshlari omon bo'lsin. Yaxshi kunlaringiz ko'p bo'lsin. To'ylaringizga bu 50 yillik degani bir yarim asrlik. Xudo yana umr bersa 60, 70, 100 yoshingizdan o'tirishni yaxshi ibodat qilib nasib etsin. Ular sog' omon bo'linglar. Hammamiz uyimizga tinchlik bo'lsin. Yashang ustoz, sog' bo'ling, omon bo'ling, bardam bo'ling, eldan bo'ling, hamisha omad bo'ling. So'yganingiz to'y bo'lsin, ko'rganingiz to'y bo'lsin, yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Davomli bo'lsin. Dasturlarimizni, tabriklarimizni, qutlovlarimizni davomli qilamiz. Ustoz murabbiylarimizni niyatlari o'zgacha, tilaklari, dil izhorlari o'zgacha. Xudoqul bobo Xo'jaqul davramizda ishtirok etgan ustozimizni keling. Chiroyli niyatlarni eshitamiz. Dil izhorlarini tinglaymiz. Qalbdan chiqadigan qolaversa, qalb kechirmalariga quloq osamiz. Assalomu alaykum ustoz keling. Xush ko'rdik, xush kelibsiz. Yaxshi kayfiyatda ketmasin, marhamat. Assalomu alaykum, Shunday uchun bugungi ularni yuzlab qilishmayman. Vatanlarni boshqa omon bo'ling. Ashabimiz tinchlikda bo'lsin. Xonadonlarda tinchlik o'sashlar bo'lsin. Ularni nasibiga yuzlinglar qo'ymaydi. Qarshi olish bilan nasib etsin. Charchamang, omon bo'ling. Rahmat. Joyimizga egallaymiz. Rasullarimiz musiqalar bilan davom etib qo'ymoqdamiz. Sarmon bobo choyxonasida badiiy sistemamiz davom etmoqda. Yaxshi kayfiyatda ko'tarinki qalam tutqazgan murabbiylarimizning niyatlari bor, tabriklari bor, dil izhorlari bor. Halima momo keling. Onajon, bugun yaxshi niyatlarni sizdan momo ayamizning niyatlarini, tabriklarini, qutlovlarini tinglaymiz. Qarangki, shoirga dedilar, siz mashhur odam, shunchalar mashhursiz, hamma taniydi. Lekin shoir dedi, afsus, menda bir alam. Meni ham muallim desalar qaniydi. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz, xush ko'rdik. Bayramlar muborak bo'lsin, yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Davomli bo'lib berish nasib ro'z aylasin. Onajonimizni dil izhorlarini eshitamiz, niyatlarini eshitamiz, tinglaymiz. Marhamat. Juda qadrli o'quvchilarim, hammalaringizga mana bugungi yubiley bilan tabriklab, oilaviy baxt, sog'lik, uzoq umrlar tilayman. Hammalaring hech qachon qarimaylar, 100 yillab umrlar ko'rib, yoshlikdagi shovqin, suron,
hiç qachon sizlarni tark etmasin. Oilaviy yalaytilar katta baxt, uzoq umr, hamma yaxshi tilaklar doimo sizlarga muvaffaqlik. Rahmat, mana hurmatlab, e'zozlab, chaqirib, o'zi yomon o'qituvchi edi, lekin qadr qimmat qilib aytganlaring uchun juda minnatdorman. Hammalaringga sog'lik, salomatlik, yana 20 yildan keyin 70 yillikda mana shu dargohda inshaalloh yana yosharib ketinglar. Sog'lik, omonlik, rahmat. Yashang onaxon, omon bo'ling. Yaxshi kayfiyatda, ko'tarinki ruhda, didor g'animat onlarda didorlashganimizdan g'oyatda mamnunmiz, shodmiz. Onajon, bugun badiiy sahna maydonida chiroyli raqslar bilan o'zingiz boshlab berasiz. Mening uchun dunyoda eng aziz onajoningidan bir o'ynasin. So'zlari jonimga darmonim, mehribonim ham o'ynasin. Qo'lidan tushmasi o'rmaga, nebara chevarasi ermaga, oilamning suyanchi tirgagi. Onajonigidan bir o'ynasin, mehribonim ham o'ynasin. Onajonlarimizni, sinfdoshlarimizni dilga yaqin navolar, dilbar sadolar bilan siz u biz tinglaganmiz, eshitganmiz. Ustoz san'atkorimiz marhum Bobomurod Hamdamovni o'ng qo'l haqiqiy shogirdlari Nishon filialidan Bobomurod Bozorov sizlar uchun guldiroz qarsanglar birga kuylaydi. Marhamat. Umrlari uzoq bo'lsin, o'qitgan bularni. Men uchun baxt, onam o'tirgan joyga ashula aytish. Qarindoshimni ham tabriklayman, qarindoshim. Yaxshilar videoga oling. Inshaalloh erkin akam. Chaqirdilar meni shu yoqqa, chaqirdilar. Men Bobomurod Hamdamovning shogirdiman deb ko'p joylarda nom ko'targanman. Ustozimning vafotidan keyin o'tgan yil mana shu vaqtda men Karimboy Rahmonov ustozimning uylariga borganman. Bobomurod Hamdamovning qabrlarini ziyorat qilamiz deb. Shundan buyoniga bu ustozimning o'rniga bu ustozim ustozlik qilib Bobomurod Hamdamovning yo'qligi bilinmay ham qolgan. Ko'p joyga buyuk Karimboy ustoz degan ashulam meni an'anaga aylanib ketdi. Shu ustozimga bag'ishlangan ashulani aytib beraman. Karimboy Rahmonov, so'ng boshqa bir sho'x ashulalar ham bo'ladi azizlar. Charchamang onajon, salomat bo'ling. Qalbim kasal bo'lmag'ay sizlar.
Bendim şemşirim şeker sözüne, bendim şemşirim şeker sözüne, şeker dudağında balını sürtmem, şeker dudağında balını sürtmem. Acayip cevahirlerine sürtmem, acayip cevahirlerine sürtmem. Yüzü gülüyor, yetmemeli zor, yüzü gülüyor, yetmemeli zor. Bacım ortada canım, kumlarım bir dor, bacım ortada canım, kumlarım bir dor. Yüzü gülüyor. Koklu keramet, gözleri bunlar, sanki seni diye çekmişim zor, sanki seni diye çekmişim zor. Yüzü gülüyor, yetmemeli zor, yüzü gülüyor, yetmemeli zor. Acı ortada canım, kumlarım bir dor, acı ortada canım, kumlarım bir dor. Yüzü gülüyor. Akımlaş qoldik. To'ylar ham bir-birimiz bo'lmayapti, boryapmiz. Allohga shukr. Bayramlarda ham har doim kvaqdan bo'lsak o'tiramiz. Mayli. Mana kursdoshlar ham bor. Yaqinda 45 yillik o'tkazdik. Hammasini o'zini yo'li bor. Hamma sog' salomat bo'lsin, yaxshi kunlarga Allohim yetkazsin. Bundan-da davramiz chiroyli, fayzli o'tsin. Hammani ro'zg'origa, umriga fayz baraka bersin. Sog' salomat bo'linglar. Ana shunaqangi olqishlar bo'lsin. Ya rahmat. 50 yil orqaga qaytdik. 50 yil. Bir tug'ilgan bolacha bir bobo bo'ldi. Malades. Niyatlarimizni davomiylik qilamiz. Omadimni kulgani shudir, qalbingizda topib mana qadar mendan ko'p qadrlagan do'stlarimning boriga shukr. Goh yiqildim, gohida turdim, yaxshi yomon kunlarni ko'rdim, yashayapman kim uchun bildim. Do'stlarimning boriga shukr. Yaxshi kun bor, yomon kun ham bor. Dushmanlarim qilolmaslar xora, bir mehrga yetmaslar ko'zor. Do'stlarimning boriga shukr. Do'stlarimiz uchun bitta chiroyli qarsak chalamiz, Safar bobomizning niyatlarini eshitamiz. Assalomu alaykum. Keling, yaqinroq kelib olamiz. Biz gapda yo'g'ramiz o'zi. Rahmat, hamma gapda mag'firat aytib bo'ldi. Avvalambor mana bugun 50 yillik tashkil qilgan do'stlarimga, mana hammaga, sinfdoshlarga hammasiga rahmat. Mana sizlar qatnashyapsizlar, mana shular sizlar tashkil qilgan narsa bo'ladi. Hammamiz bir boshdan bir nima tashkil qildik. Shu bugun mana shu yaxshi kun 06/06/2026-yil adashmaganlar. Hammamiz sog' bo'laylik, salomat bo'laylik. Mana ustozlarimizga hamisha bosh egib
ta'zim qilamiz. Bizani shu darajagacha yetkazib olib kelib, mana shu yoshgacha olib kelib, hurmat izzatimiz joyiga qo'yib, yaxshi tarbiya bergan ustozlarga mingdan ming rahmat. Almopaga, Toshbayevga, Boboyevga, mana hammasiga, Sultonovga ham aytib qo'ymaydi, Sultonov ham o'sha. Hammasi sog' bo'lsin, salomat bo'lsin, dunyo turguncha turaylik. Oilamiz bilan mana biz o'zim shaxsan oilam bilan hammamiz tabriklayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, dunyo turguncha turaylik. Nasib bo'lsa, Mahfuratxon aytganlaridek, mana bu 70 emas, 180larni ham ko'rish hammamizga nasib qilgan bo'lsin. Hech kim kasal bo'lmasin. Hammasi oilasi bilan sog' bo'lsin, salomat bo'lsin, boshlari to'ydan chiqmasin. Mana bunday yubileylar ko'proq bo'laversin. So'z bergan shu Rahmon rais bo'yida ko'proq bo'ladi, yana keyin oxiriga aytaman. Bayramlar muborak bo'lsin. Yaxshi kayfiyatlarga yetmasin. Keling. Aziz insonimiz mehmonimizni tabriklariga, dil izhorlariga quloq osamiz. Yana bir bor 50 yilga qaytib, ana shu onlarga kezamiz. O'tmishga sayohat qilamiz. Marhamat. Rahmat. Sizni yer asrasin, samo asrasin. Dasturxon ustida duo asrasin. Bandasi asrashga ojiz bo'lganda sizlarni o'z panohida Alloh asrasin. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar va sinfdoshlar. Mana bugun 50 yilligimizga yig'ilib o'tiribmiz. Bunga yetganlar va yetmaganlar, o'tganlarimizning joylari jannatdan bo'lsin, oxiratlari obod bo'lsin. Mana hadma 70 ga ham qaralab qo'yibmiz. 70 ga yetib, 80 ga sakrab, 90 dan to'qirab, 100 ga yetganda ham mana shunday jam bo'lib o'tiraylik. Yuzlaringizdan tabassum, lablaringizdan kulgu aramasin. Umrlaringiz uzoq, ruhlaringiz butun bo'lsin. 4-sinfga o'qigandan beri bitta she'r yozib bergan, shuni aytaydi. Ertalab turasiz erinibgina, darslarda qatnashib zerikibgina, gohida urushib, yarashib yurgan mening aziz sinfdoshlarim. O'tgan oy zamonlarimiz, o'ynadik shodon, esingizdami hamon aziz sinfdoshlarim. Salom go'zal qizlarim, oy yulduzlarim, hammalaringiz o'sha sizlar aziz mehribon sinfdoshlarim. Men ustozlarimga boshim o'rga tekinchil ta'zim qilaman. Menga har doim mana shunday dugonalarim bilan, do'stlarim bilan o'tirish diydorlarish nasib etsin. Mana buni tashkil qilgan Isholovga, Rusiyevga, Jumayevga va Nuraliyevlarga cheksiz minnatdorchiligimizni bildiramiz. Hammalaringizga rahmat. Mahfurat bilan o'zimga ham rahmat aytib qo'yaylik. O'zim sog' bo'ling. So'z berganchilarga sizga umringiz uzoq bo'lsin, rizqingiz bitta bo'lsin. Sog' bo'ling, rahmat. Ey omon bo'ling, yaxshi kunlar ko'p bo'lsin, yaxshi kayfiyatlar ketmasin. Komiljon Omonqulovni badiiy sahna maydoniga chorlaymiz. Ustoz san'atkorimizni dilga yaqin navolari, dilbara sadolari bilan sinfdoshlarimizni 50 yilligida didor g'animat onlarda didorlashgan yigitlarimizni raqslar maydoniga guldiroz qarsagina bilan chorlasak qanday bo'lar ekan? O'qishni, maktabni bitirgan 50 yillik yubiley yoshga yetgan insonlar. Mana qancha akalar, opalar, yangalar turibdi. Iloyim baxtlaringizni bersin. Hech qachon qarimaydi. Endi mana ustozlarning shogird o'tadi. Ustozlar o'tmagan shogird emasligiku. Mana Bomurodjon 6-sinflarda o'qib yurgan paytda shunchalik zehni o'tkir edi-ku, o'xshatilmagan joyini rubobini ko'tarib borib, usta, mana shu yerni o'xshatilmayapman degan paytlarda bir chalib ko'rsatsam, birdaniga shu joydan olib ketardi. Mana qancha mana Bomurod ustani ko'rdi, Karimboy ustasini ko'rib o'tdi. Iloyim baxti yotmasin. Mana endi Bomurodjon hozir sizlarni o'ynab chashak keladi. Men ham qo'limdan kelgancha o'ynasam, ko'raman qo'limdan keladi. Bilmayman lekin. Marhamat. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Ana boya bordim men yo'qdan.
alaykum, hurmatli Eskinson xalqi. Ustozlar, bizni o'qitgan ustozlarimiz ko'pi marhum bo'lib ketdi. Mana bizni sinfdoshlar eng zo'r ulug' sinfdoshlarimiz Mirzayev Kamol, mana Nazarov Sherali, Qashqadaryo viloyat anonsda ishlagan Perluvan Ikrom boshlig'i bo'ldi. Viloyatda sog'liqni saqlash bo'yicha birinchi muavin bo'ldi. Mana shunday insonlarimiz, Mo'min Diyorov, eng zo'r do'stlarimiz Boyqulov Shervoy, eng zo'r do'stlarimiz mana Mo'minjondan keyin Rustam Qasiyev, juda ko'p do'stlarimizdan 22 ta do'stimizdan ajralgan ekanmiz. Bugun do'stlarimizni xotirladik. Mana shu xotirlash arafasida bularni duo qildik. Ustozlar boshchiligida sinfdosh qizlarimiz 22 ta qizlarimiz keldi. 30 dan ortiq o'g'il bola yig'ildik. Mana shularni bugun xotirladik. Bugun juda xushchaqchaq bir-birimiz bilan diydor g'animat bo'ladigan kun bo'ldi. Hamma xursand. Hamma ustozlar keldi. Eng yaxshi san'atkorlar xizmatimizda bo'ldi. Mana shu bugun Sharmonov choyxonasiga men katta minnatdorchilik bildiraman. Nimaga deganda mana shunday ovqatlari hammasi sifatli. Mana endi bularni tabriklash davomida 50 yillik yubileyimiz o'tyapti. Hamma sinfdoshlarim xursand. Ustozlar kelgan, san'atkorlar kelgan. Mana endi shu o'tlar davrida men bitta niyat aytmoqchiman. Hamma havas qilish kerak, xursand bo'lish kerak. Bu kunlarga yetganlar bor, yetmagan 70 yoshga kiryapmiz. 50 yillik yubileyni o'tkazyapmiz. Nasib bo'lsa hamma shunday kunlarga yetkazsin. Rossiyada mana shu o'tgan o'tganlarning farzandlari Rossiyada tomosha qilyapti. Ularga mana shu ko'rishiga ularga rahmat. Rossiyada chet ellarda ishlatgan farzandlarimiz vatanimizga pullar jo'natib, vatanimizga uylar qurib, mashinalar olib O'zbekistonga hissasini qo'shyapti. Hamma ukalarimga men minnatdorman. Rossiyada ukalarimdan, bolalar, farzandlarimizdan, nevaralarimizdan ota-onasi uchun xizmat qilyapti o'shalar. Mana bugun ota-onalarning yubileyini ko'ryapti kimlardir. Shularga hammasiga rahmat. Men hammaga minnatdorman. Mana shunday kunga yetkazganiga, blogerlarimizga, nishon yog'disiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Yana mana fotograflar ishlab istalik sovg'alarni qoldiryapti. Ularga ham rahmat. Bundan keyin ana shunday yaxshi kunlarga hammalaring yetishlaringni tilab qolaman. Hammani bugungi 50 yil bayram bilan tabriklayman sinfdoshlarimni. Sizlarga xizmatlaringga, hammalaringga omad tilayman. Nishon yog'disiga omad. Rossiyadagi ukalarimizga, farzandlarimizga, nevaralarimizga sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ovajon, sizni 50 yilligingiz bilan tabriklayman. Oliy maktablarda o'qib, oliy ma'lumotli bo'lib, tez xizmatlar qilish qolib ketmasin sizni. Keling, rasm chopamiz. Yaqin o'tiradi. Qadrdonlar, mana ajoyib kechamiz nihoyasiga yetyapti. Hamma xursandmi? Kamchiliklar uchun uzr. Endi bo'ladi. Katta, bu ham bir to'y. Necha yilda bir bunday yig'ilish. Men xursandman mana shu tashkilotchilardan. Mana yo'ldosh o'zi emas. Pulni million topgan bunday kunlarga yeta olmaganlar bor. Million pul sarflaman mana shunday 1 soatlik xursandchilikka yeta olmaganlar ham bor. Biz juda xursandmiz. Har doim mana shunday sog'lik, salomatlikda uchrashaylik. Men mana shu sinfdoshlarimga kattadan katta rahmatlar aytaman. Sog' salomat bo'lishsin hammalari ham. Ro'zg'orlarning boshiga, biz sinfdoshlarning boshimizga. Men yana takror aytaman. Mana shu 1 oydan beri tunim tinchmagan. Telefonim portlab ketdi. Yonib ketdi telefonim. Men xursandman. Hammasi bir-biridan go'zal, bir-biridan aqlli, bir-biridan chiroyli. Shunday ajoyib sinfdoshlarimiz bor. Bu kunlar bizdan oldin, bizdan keyingilar ham 50 yilligi bo'lyapti. Lekin 26-yillik shuni belgilaydi, sinfdoshlikda iltimosda deymanda. Qabul qilib hammalaringga katta rahmat. Ro'zg'orlaringga fayz baraka. Men o'tirgan joyimda har zaman telefon qilaman. Ilohim har doim mana shunday yaxshi kunlarda xizmat qilinglar. To'ylaring